yordam berish kerak. Muomil davom etsin. Va bolalarni erkin tarbiyachi sifatida ularga berish. Chunki hamma guruhni salohiyati har xil, uchinchi guruhda kuzatilishi mumkin. Agar individual xususiyatlarni ikkita bola o'zini loyihasini hayotga moslashtirib olamiz bolalarni. 선생님들 초청해서 간단하게. Mana shu o'quv seminarini o'tkazishdan asosiy maqsadimiz pedagogika oliy ta'lim tashkilotlari hamda pedagogik mahorat markazlarini ham o'quv reja dasturlarini qaytadan ko'rib chiqish hamda mazkur o'quv reja dasturlarida aynan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning erkin faoliyatini ta'minlash maqsadida o'yinga asoslangan ta'limni joriy etish bo'yicha nazariy bilimlarni berish ko'zda tutilgan. Bolalar o'zini fikrini bemalol bayon etishi, qandaydir loyiha yoki muammo ustida o'tirib ularni yechimini o'zlari izlab topishi va bir-biriga jamoa bo'lib bir-biriga yordam berib turishiga guvoh bo'ldik. Shuncha yoqadi, rahmat. Kam gap, o'z gapini gapira olmaydigan, narsa so'ra olmaydigan bolalarimiz ham hozirga kelib mustaqil jamoada o'rtoqlari bilan bemalol o'ynashyapti. O'zini bemalol erkin tutib, o'yin asosida kunini mazmunli o'tkazyapti.